Assalamu alaikum. Ekran altındaki qadrli ko'rman qarindoshlar. Xitoy Bilim instituti tarafidan uyushtirilgan fan texnika va kelgusimiz haqidagi programga xush keldinglar. Ko'pchilikka ayon bo'lgandagidek, Xitoy Bilim instituti qurilgandan keyin fan bilimidagi 50 dan ortiq muajiratdagi fan tadqiqotchi va mutaxassislarningki oliy maktablardagi Uyg'ur yoshlarga fan texnika bo'lgan qiziqishi va o'ylab o'qishi bo'lgan turtki bo'lish ham shundaqla ilm-fan orqali millatiimizningki qaytadan gullashni qo'lga keltirish maqsadida fan texnika va kelgusimiz haqida programmalarni uyushtirib kelayotgan edi. Hamda Xitoy Bilim institutininki bugungi fan texnika va kelgusimiz nomli suhbat programmasiga maxsus olam nuri va muonlarga ayrilgan bo'lib, Xitoy Bilim institutimizningki bilim heyeti a'zosi doktor Mahmudjon Latif efendini alohida taklif qildik. Avvalan doktor Mahmudjon Latif efendini ko'pchilikka bir tanishtirib o'tmoqchiman. Doktor Mahmudjon Latif 1981-yili Atishda tug'ilgan. 2000-yildan 2005-yilgacha Shinjon universitetining atalmish Shinjon universitetiningki fizik fakultetida bakalavriat o'qigan. 2007-yildan 2010-yilgacha İtalya Camerano Universitetininki fizik kasbida magistrat o'qigan. 2013-yildan 2019-yilgacha İstanbul Universiteti fizik fakultetida doktorlik o'qigan. 2020-yilda 21-martda qurilgan Xitoy Bilim institutimizningki bilim heyeti bo'lib xizmat qilmoqda. Qani Mahmudjon, bugun yoshlarimizga odam nuri muon haqida qiymatli leksiyangizni berishga taklif qilamiz. Marhamat. Aldilen alaydan şu leksiya berishga taklif qilgan Bilim institutiga rahmatımni bildirman. Shunday bir fursatni berganingizga. Bugungi leksiyamiz şu asosda olam nuri muonlari haqida bo'ldi. Buni asosan bu şekilde adli, amibas şekilde sözleşme karışımı. Çünkü bu hem daha bir yanıdan peyda bulavatan yanı tetkikat temalarından birisi. Bunu köpçülükке asasen amibas bir til bilen şühendişik karışımı. Yani başlasak buldu eğer başta. Burada ben size tayarlagan doktorunu köpçülükle yansıtayım. Ekranda göründü mü? Ha, ekran göründü. Assalamu alaikum. Köyün olarak bugünkü temimiz alem nuru miyonları ve ulanınki kullanılışı. Alem nuru degan sözünü tilga algan vaqtida şu slaytning 5-deki yıldan şu yer şarimizga yetib kelayotgan mavu siziqlarni ko'rsak, alem nuri deydigan qom ko'z oldimizda namoyon bo'lsa bo'ldi. Bu alem nuri deganimizning o'zi nima degan vaqtida o'tkazsangiz bo'ldi keyingisiga. Alem nuri nima degan vaqtida mushu Quyosh sistemasidan, bizning Quyoshdan ve Quyosh sistemasining sirtidagi boshqa galaksiyalardan ve alemning chunqur qatlamlaridan yer sharim atmosferasimizga qadar uchib kelayotgan nihoyat yuqori energiyadagi atom yadrolarini, ya'ni protonlarni ko'rsatadi. Bu moddalarning energiyasi nihoyat yuqori. Nima uchun buni hamda alem nuri deymiz degan vaqtida to'xtamay alemden asli bununki İngiliz karşılığı cosmic ray. Bunun Uygurca biyos tercümesi olup alem radyasiyesi desek mi buldu? Bunu alemnin nuri deyişimizdeki sebep bununki kelip çıkan Uygurca tercümesi alem nuru boğalık için bunu alem nuru dep aldık. Bunu alem radyasiyesi desek mi buldu? Yani biz bildiğin nur bilen ya yoruk bilen farklıdır. Bir şey de esnetip koyuşunu toğutaptı. Yani bu alem nurları nereden geldi diye vaxtıda bu alem nurları
bizdeki Quyoshdan ve yıldızlardan. Biz bilimiz etrafımızdaki dünya, kainat her zaman özgürüş, fiziklik özgürüş altında, fiziklik tesirleşme altında ve belirli tamponluğunu saklaş altında buldu. Slaytını ait koyuyorsanız, bana bek devamlı özgürüş altında durdu. Şundan bu için bu galaksilerninki yoki yıldızlarninki bu tesirleşten çıkan asıl bo'lgan yeni zerciler, energiyalar bir alemde nəhayət yuqori tezlikdə zərcilərini qoyub durdu. Yani protonlarını. Bunu leksiyasımızın devamında protonlarının ne ekanligini kısaca bir sözleyimiz. Hem de bu protonlar nəhayət yuqori tezlik bilen bizdeki yer şarı atmosferasımıza kadar yetip geldi ve yer şarı atmosferasımızdaki magnet meydanından alıp ötüp atmosferasımıza kirdi. Yani biz degandek bu alem nuru birlemchi ve ikkilemchi alem nur deb ikki bo'linadi. Bizning ma'vo deyotganimiz bevosita alem boshlig'idan kelgan nurlar bu bizniki birlemchi alem nur. O nur deganimiz nima degan vaqtida moddalarni tuzguchi asosiy birlik bo'lgan proton, yani atom yadrosuning o'zi, ya'ni protonlar. Atom yadrosini tashkil qilgan protonlarning o'zidir. Yani bu protonlar qanday qilib bizningki yer shar atmosferasımıza kirgandan qanday ahvol yuz berdi degan vaqtida yana bir nima ko'rsatsangiz bo'ldi keyingisida. Qanday ahvol yuz berdi degan vaqtida bizningki yuqori atmosfera yer shari atmosfera qatlamimiz sizlar bilasizlar, atmosfera qatlami eng ust qavat ozonlardan tarkib topadi. Yer sharini o'rab turgan bir qavat atmosfera qatlami bor. Bu atmosfera qatlami bu yer şarımızı bunda alemden kelgan bu radyatsiyalardan, her xil ziyonli radyatsiya zarchilardan saqlab turdi. Yani bu atmosfera qatlamiga kirganda bu yuqori darajalik atom yadro olarak qanday bo'ldi degan vaqtda bu bevosita yer sharimizga kirmasdan atmosfera qatlami bilan, yani ozon qatlamidagi molekulalar bilan ta'sirlashib qanday bo'ldi degan vaqtda bular parchalandi. Yani bu protonlar bu başka atomlar bilan ta'sirlashib, yani nəhayət yuqori tezlikdə to'qnashgandan keyin bir energiyasi bilan ta'sirlashib ko'ygininglardek nəhayət bir yomg'irsimon shaklda bir narsani hosil qildi. Bu nimada bu ilm fanda, bu fanda buni biz alem yomg'iri deb ataymiz. Alem yomg'iri deymiz. Bu yomg'irga o'xshaganlik uchun. Resimga qarasanglar, o'ng usti bo'jat resimga qarasanglar, bu alemdan kelgan bir tal chiziq, buni proton desanglar, nemidan o'tgandan keyinlar atmosfera qatlamida o'tgandan keyinlar bu ta'sirlashib proton nimalarni hosil qiladi? Protonlar parchalanib mezonlarni payon deydigan protondan kichik bo'lgan protondan yeniq bo'lgan mezonlarni hosil qildi. Bu mezon deydiganlar payon deydigan asosiy payondan tarkib topadi. Bular parçalandı. Nəhayət tez ihtilam sürüydü. Yani qanday qildi deganda bu parçalanıb ketdi. Parçalanıb bunun tərkibindən elektron ve miyon deydigan o'xshash asosiy zarchilar onun nima holati chiqib xuddi yomg'ir yoqqandek, xudo resimda ko'rgandek yer yuziga to'xtamay yig'ib turdi degan gap. Bundan biz ikkilamchi alem nurlar deymiz. Bizning deyotgan miyonlarimiz mana dal aşıp hay protonlarninki atmosfera qatlami bilan ta'sirlashib hosil bo'lgandan keyingi ikkinchi qatim hosil bo'lgan miyonlarni ko'rsatdi. Mana bu tegidagi resimde buni diagrammasi ko'rsatilgan. Yer yuziga qanday qilib zarchilarni dastlabki protondan qanday qilib boshqa zarchilarning va boshqa zarchilarning bir-biriga aylanib qanday qilib yer yuziga qadar miyon bo'lib yetib kelganligini ko'rsatadi. Miyonlar yer yuziga qadar yetib keladi, chunki miyonlar boshqa zarchilarga qaraganda bir qadar ig'ir ve turoq enerjisi yuqori bo'lganligi, ya'ni buning enerjisi yuqori degan gap nəhayət tezlik bilan
keladi. Asosan normal tezlikka yaqin bir tezlikda uçup keladi yer yuziga. Bunday bo'lgandan keyin yer yuzining cho'nqur qatlamini, ya'ni yer sharini teshib tegidek, ya'ni yer sharining qarshi tarafdan chiqib ketdek darajada chiqalaydigan darajadagi miyonlarni bor deganga. Bu miyonlarning energiyasi farqlandi. 1 giga elektron volt, necha 100 giga elektron volt. Bu yerda giga elektron volt degani endi fizikada qo'llanilgan shu zarrachilarniki nemisini ko'rsatadi. Energiya birligini ko'rsatadi. Ma'lum ikkinchi slayd. Bunun keyingi slayd shugo. Hamda alam nuri miyonlardan keyin miyonlarning nima ekanligini qarab boqaylik. Aslında kendikini slayd qo'ysangiz, biz ikkinchi slayd. Miyonlarning nima ekanligini ko'rib boqaylik. Miyonlar deganimiz mushu moddalarni tuzguvchi, ya'ni moddiy olamni tuzguvchi asosiy zarrachalar ichidagi lepton oilasiga kirdi. Masalan, rasmda ko'rganinglardek men yumaloq ichiga olib qo'ygan belge, ya'ni sim belgiler ifadelengen, harf bilen ifadelengen zarracha miyonlardan ibaret. Bu cedveldeki zarrachalar kvarklar ve leptonlar deb türge bölüngen. Bular nima deganda hozirgi zaman o'lchamlik modeldagi zarrachalarni yoki moddalarni tuzgan asosiy zarrachalar mana shu. Buningdan kichik zarrachalarga bo'linmaydi deb qaralgan en küçük zarrachalar ailesinden ibaret. Üstündeki kvarklar, astidagi leptonlar. Bu biz biladigan elektronlar var. Elektron desek hemmimiz bilishimiz mümkün. Yani atomlar elektronlardan tuzildi. Miyon degani şu elektron, lepton ailesideki bir elektronun, yani mandashib ketganda bir tuqani desek bo'ldi. Bir öydeki, yani bir ailege mensup bo'ldi. Elektronga o'xshaydi xususiyatlari. Yani onun menfi zarrati bo'ldi. Degandek, lekin massasi elektron qaraganda eg'ir, ya'ni 200 yassa eg'ir bo'ldi. 200 yassa eg'ir bo'lganligi uchun bu boshqa moddalar bilan asosan zaif qanday qildi degan vaqtda o'zaro ta'sirlashadi. Ya'ni ta'sirlashmaydi, nayt oz ta'sirlashadi. Boshqa mesela elektron bo'lsa ta'sirlashadi, mesela ta'sirlashadi. Bu miyonlar ta'sirlashmaganligi uchun ham nayt tezlik bilan manganlik uchun moddalarni teshib ketib ketadi. Nayt qilim moddalarni teshib ketib ketadi. Ama resimde ko'rsatilganda mal simvollik harflar ifodalangan. Ma'dek kichik ko'rinyapti, kechiringlar, ma'dek telefon bo'lgan. O'sha payondan atmosfer qatlamida protonlar payonlarga bo'linib ketgan emasmi? Protonlar parchalanib, uningdan miyonlar hosil bo'lgan, shuni ko'rsatib bergan bir formula. Mana resimdagisi kelayotgan proton bir atom yadrosini so'qapti. So'qqandan keyin bu parchalanib, miyon ve miyonniki neytronsini hosil qildi. Shuni ko'rsatdi. Miyon kelib qolsangiz bo'ldi. Miyon degani nayt muhim bo'lgan bir zarracha, shu fizika tadqiqotida elektronga o'xshash elektronni qo'shmaqa deb bilib olsak bo'ldi. Keyingi betga o'tsak. Endi bu miyonlarni so'zladik ve onun altında moddalar atomlardan ve başka zarrachalardan tuzildi deydigan narsani so'zlab o'tdik. Bu yerda azroq yana ba'zi narsalarni qistirib o'tishga to'g'ri keldi. Bu bo'lsa nima degan vaqtida qadimdan tortib insonlar shu bizningki mevcutluk alemini, yani bo'lgan moddalarni, jismlarni, hayvonlarni, o'simliklarni bir xil darsini tuzgan deb qaragan. Mayli u hayvon bo'lsin, mayli bu narsa bo'lsin, mayli jonli inson bo'lsin, to'rt tadu ta'limot deydi, hammalar anglagan bo'lishi mumkin. Ya'ni mundaq deb qaragan, hamma narsa o'tdan, suvdan, havodan va tuproqdan tashkil topgan. Mayli u masalan rasmda toshqon bo'lsin, mayli u bir kesak bo'lsin, hammasini yig'inchoqlagan vaqtida asosiy nimiz tarkibi o'xshash deb qaraganda. Endi burungi zamondagi felsefasi bu to'rt tadu ta'limot. Keyingi zamonlarda buningki bundaq emasligini isbotlandi. Amaliyotda bu atom bu moddalarningki bu to'rt xil elementdan emas,
atomdan tuzildiğanlığı haqidagi ta'limot burundan filosoфlar tarafidan o'ttirib qo'yilgan. Yani en baştaki fikir nimaga Daltonga berib taqiladi. Yani atom degan gap amaliyotda shu aslida parchalanmaydi. En küçük narsa degan gap. Hani bunda deb faraz qilmoqchi bo'ldi, bir narsani qo'limizda bir narsa bor deylik. Masalan, bir tal kesak bor deylik, yoki biz bir tal chaqmoq qanday misol qilsak ham bo'ldi. Bir tal chaqmoq qanday qo'limizda olsak ko'zimizdan ko'rindi. Uni o'gib etsak, uning nihoyat ushaq shakarlar bo'ladi, tushunarmi? Yani bir tal şeker danchisini, bir tal şeker danchisini yana bölgünü bulandı degende onu o'gitsangiz onu bölgünü buldu. Mikroskop bilan kuzatsangiz nihoyat kristal şekillik nurg'un narsalardan tuzilganligini bayqay olamiz. Endi uni yana qaytadan yani ishkirlab ko'rsangiz, uning atomlardan tashkil topganligini ko'rasiz. Buni hozirgi zamonning mikroskoplari bilan aniq ko'rgani bo'ldi. Uning nihoyat tuzilgan atomlardan nurg'unlagan cheksiz bizga nisbatan atomlardan tashkil topganligini ko'ra olamiz. Endi bu atomlardan tashkil topdi degan gap, endi shu eng kichik zarracha, shu bundan boshqasi yo'q endi. Ashundan o da bir binani sanmoqchi bo'lsak, eng kichik kesaklardan tashkil topganda, kesaklarni birdan qo'yash orqali bir binani qo'pirib chiqqanga o'xshash, ashuna o'ylasak bo'ldi. Endi undan kichik narsa bormi degan vaqtida bor. Endi amaliyot atom degan gapning asli ma'nosi qayta bo'linmaydigan eng kichik zarracha degan gap, lekin keyin u bo'lingandan keyin atom degan ismini saqlab qolgan. Endi mana tegidagi rasmga qarasanglar, shu bir tal chaqmoqqan desak bo'ldi. Chaqmoqqanning bir tal danchisinin içindeki bir tal kichikgina bir kristalning ichidagi bir tal atomning nimadan tuzilganligini ko'rsatgan, atomlardan tuzilgan. Masalan, bu chaqmoqqan emas, bu bir metal ekan. Metal bo'lgandan keyin bu atomlarni zich bir shaklda bir o'rinlashgan holatda, ash shaklda sharsimon holatda bo'ldi. Bu bizning tasavvur qilib olgan narsamizmi deganda, yo'q, tasavvur qilib olgan narsamiz emas. Hozirgi zamon texnikasida bu atomlarni ko'ralaydi. Hozir elektronlik mikroskop va atomlarning nima shaklda tuzilganligini ko'ralaydi. Endi bu atomlarning texnik ichki tuzilishga ega bo'lganligini keyin oldingi 19-asrning boshlarida bayqagan, Thomson bayqagan boshda. Thomson elektron deydigan narsani boshda bayqagan vaqtda Thomson o'zi boshda elektron atom deydigan narsa eng kichik narsa emas ekan, moddalar atom va elektron deydigan musbat manfiy zarratli narsalardan tuzildi ekan deb qarab, tovuzga o'xshash bir modda qo'yganda, atom deydigan narsa tovuz, tovuz yeydigan yeri, buning musbat tarafi, buning urug'lari nima degandik? Elektronlar degandik. Keyin Rutherford deydigan bir kishi chiqib, atomni yuqori energiyalik zarrachadan bombardimon qilgandan keyin atomniki texnik modelning o'xshamaydiganligini o'tirib qo'ydi va hozirgi biz biladigan modelni bulutsimon modelni o'tirib qo'ydi. Uning oldida bor quyosh sistemasiga o'xshaydigan modelni o'tirib qo'ygan. Xuddi masalan biz osmonga qarasak yo teleskoplar bilan qarasak, bizningki yer sharimizning quyoshning atrofida aylanayotganligini, shuning bilan birga yer sharimizni birga boshqa nimalarningmi planetlarningmi quyoshning atrofida aylanayotganligini bu shaklni kichik tatbiq qilsak, ya'ni mikro dunyoga tatbiq qilsak, xuddi quyoshning o'rniga atom yadrosini qo'ygan, boshqa planetlarning o'rniga elektronlarni qo'ygan. Ash shaklda asosan shuning o'xshash deydigan hukmni o'tirib qo'ygan. Endi hozir qarasanglar, bir tal atomning yadrosining bir proton deydigan yerga keldik. Buning tafsilotini so'zlasak, gap uzroq ketadi. Biroqlar endi rasmga qaytib kelsak, shu bir tal metal kubning ichidagi bir tal atomningki shunda bir tal atom yadrosini tartib oldi. Nurg'ulg'an yadrolarniki berkishdan tarkib topgan bo'ldi. Bu bir tal yadroni yana bir kuzatib baqsaq, qanday bo'ldi degan vaqtda yadroning ichimi tuzilishga egaligi bayqaldida. Bu nimalardan tuzildi deganda kvarklardan tuzildi. Yani bu asas zarrachalardagi kvark deganimiz shu. O'ng tarafdagi rasmdagi ustidagi sizlari bu moddalarningki yadrosini tuzuvchi kvarklardan iborat.
Hem tegidikilere şu yadronun etrafında aylanılan elektronlar, lepton, taunlardan ibaret. Elektronlar bir kadar en nukum boğalık için adette bizimki maddi dünyasımızda tüzgüçe maddeler buldu. Elektron, protonlar bizden bulduğun nemimizni maddelerini şekillendirdi diyecek. Mişak sözsek oldu bunun nispeten. Kiyinki sırat özsek. Hem de bivasla bizden deydiğen nesimiz esas nimemiz maddelerin tüzülüşü emez. Yani biz miyonla aşı asas sertleşik ama mühim bir zerre ve lepton ailesi teve digerlikimiz için kısaca bir öttük, jığınçaklap öttük. Hem bizim asas sözlerimizde nesimiz şu miyonların kolunu kandak adıp teknikide kolunu nimelerni kılını buldu. Kandak yeni tekniklerini berpa kılını buldu. Kandak kolunumuz onu deydiğen mesele oturuyor. Mavi resimde asasen bu hazırki zaman teknikisideki miyon, alemleri miyonlardan yani miyonların insanlar icat nimk bulanmaydı. Kısmı tecrübeden kısmı ait bu yukarı kıymet tokatı diye onu tepsiler kıtırmayla. Bu alemleri miyonları zaten bizgi bakarlık her zaman bizgi kilovatkan bir miyonlar. Şunlar bu kanlık için bularını faydalanıp durup güvenlik işlerini kılalayımız. En aldı bile bu miyonların kolunuşu Mısır'daki piramidalar var o el-ikram dep koymaz. Piramidaların içindeki mesela 70. lira şu gariplikle piramidanın sırrını içişken piramidanın içindeki mesela yoşurun sırlık öyle var. Mesela şu Previn'ninki yakın Haniş'ninki yatkan öğelerinin sırtı da mesela saklap koyalık bir nesini saklap koygan mal dünya olsun ya başka mühim nesler olsun saklap koygan dep perez kılıp yakın belgilik tarihi materyaller kılıp diyen olsun onu biz bilmeyimiz. Demek ki o nime degende aşı el-ikramdaki sırlık kavaklan yani sırlık boğan öğleni hiç kim bilmeydiğin lekin onun bağlılığını hüküm kılımız bilimiz şüphemiz bizdeki gumanımız küçük. Bunu kanday kılıp teşhirip çıkınız degende şu 1970 yıllarda Alvarez deydiğen bir kişi ve onun grupsi piramidanın içindeki yoşurun öğleni tepki çıkan ve bu bilen miyon tomografiyesi deydiğenden kolunuşu resmi başlanğanda. Unudun başka kandak kolunuşu var diye vaqtida şunu okuş. Mesela kadimki imaretler var, tarihi imaretler çoğun. Mesela ulanınki çugumay turup yakınmasa ulanın daxli qilmay turup onunki içki qurilishini tuzilmasini miyon tomografiyasidan foydalanib ko'rib chiqqani bo'ldi. Undan boshqa qandaq narsa bor degan vaqtida yadro reaktori ismi nima degan vaqtda yadro elektr stansiyalarida yadro energiyasidan foydalanib issiqlik hosil tok chiqindi yoki o'zimiz shu bizniki nimada ishlatildi xalqning turmushida. Ham bunun yadro reaktori bor. Yadro reaksiyasini kontrol qiladigan bir yadro qazini var. Endi bu qazanning ichidagi qoldiq moddalarni bu chunki radioaktiv modda bo'lgankin uranium degandek radioaktiv moddalar zaharli, yani xatarlik bular. Agar teshiqqa techib ketsa, muhitni bulg'aydi, insonninki salomatligiga ziyonli insonning nimasi o'zgarishni dinda o'zgarishni keltirib chiqaradi. Kasalliklarni keltirib chiqardi. Sababı kontrol qildi buni. Yaponiya Fukushima Daiichi deydigan yadro elektr stansiyada bir yer tevresh tufayli Yaponiyadagi bu buzilish kelib chiqqan vaqtida shu miyon tomografiyasidan foydalanib turib, shu reaktorning ichidagi qoldiq radioaktiv moddalarni tozalab chiqqan olimlar. Bu menayet cho'ng g'albisi bo'lib hisoblanadi. Hozir qo'llanayotdi uni. Bundan boshqa nima qo'llanish bor degan eng muhim qo'llanishlardan birisi. Mesela biz bilimiz biz her qanday bir yerga kirgan vaqtda biz X nuri cihazı üstüne ötümüz şuna ama mesela
magzillar kirgan vaqtida cho'ng so'l saroylarga yakimiz biray o'rin kirgan vaqtida biz so'nkimizni ya bir narsa qo'yib o'tirgan bir narsa bor. Shunga o'xshaydigan bir cho'ng bir tekshirish nimasi bor. Bular nimani tekshirdi deganda tamojilardagi yuk avtomobillarni tekshirdi. Nima uchun tekshirdi degan vaqtida shu xalqaro tamojna o'tganlarda masalan bularmi hozirgi terrorizm oldingi filanga chiqqan vaqtlarda mesela yük avtomobillarga qonunsiz moddalarni, metallarni yoki bo'lmasa uraniumga o'xshash yadrolik moddalarni yoki radioaktiv og'ir metallarni qo'g'ishim bilan yo'shirib uni qo'g'ishim bilan yo'shirib olsa X nuridan ko'zatgan olmaydi. Burun buni X nur bilan bizning bildigan X nur bilan ko'zatdi. X nur bilan ko'zatgan olmaydigan shaklda qo'g'ishim bilan uni o'rab qilgandan keyin uni ko'zatgan olmaydi. Dal mushu yerda nima o'ttirib chiqadi deganda mushu dal mushu neon tomografiyasi texnikasi o'ttirib chiqadi. Bu shaklda qalin qo'g'ishim bilan qoplanib ketgan xatarli metallar bo'lsa-mu qo'g'ishimdan ayirib ashnasining rasmini chiqargani bo'ldi. Buni slaydimizning davomida, leksiyasimizning davomida yana so'zlaymiz buni. Bu bir nəhayət mühim qo'llanishi. Çünki yana bir qo'llanishi aslında qarasanglar yer astidagi kan bayliqlarini tekshirish olsun, mayli degandek shunda yanardaq bor masalan, yanardaqlarniki tekshirishda nəhayət mühim rol o'ynaydi. Yanardaqni tekshirishga. Aşı jihatlarda tekshirishi bor. Hozir endi burun neon tomografiyasi bir tadqiqot temisi bo'lashdan chiqib, tadqiqot objekti bo'ladi. Endi hozir rasmiy bir nimani olgan, qo'llanishdan bo'lgan bir tadqiqot, yangi paydo bo'lgan bir tadqiqot temisiga aylandi. Keyingi nimaga o'tsak bo'ldi. Endi bayman deyotgan narsa dal mana shu. Eng muhim qo'llanishlardan birisi mana shu. Abi bizningki so'l saroylariga kirgan vaqtidagi o'tgan vaqtida masalan chamdanning ichida nima bor, nima yo'q ko'rsatuvlarda kompyuterda buni ko'ra oladi. Buni biz tomografiya deymiz. Buning ismi tomografiya deymiz. Ammo doktorxonalarda mana bu jihozini hammalar ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Bu tomografiya, X nur tomografiya, buni hisoblash tomografiyasi deydi. Computational tomografiya. CT deb qo'yamiz biz. Şu computational tomografiyaningki qisqartmasi. Bu orqali masalan insonniki badanniki ichki qismlarini tushunadi. Ham shunga o'xshaydi. Ham bularni nimani qo'llandi deganda inson o'zi yasab chiqqan X nurdan foydalanadi. Ya'ni X nuri deydigan bir radioaktiv nur bor. Peshbich darajada yuqori bo'lgan. Shuni qo'llandida endi mao yangi paydo bo'lgan texnikada o'ng tarafdagi rasmni qarasanglar, men dal deyotgan masalan bir tal yuk avtomobil bor deyli. Buning ichida bir xatarlik bomba bor deyli. Yoki bo'lmasa og'ir metallar bor deyli. Buni shu bizniki olamning neon tomografiya texnikasi bilan 5-10 minut ashuni saqlatish orqali ashniki nima borligini va nerda ekanligini ko'rgani bo'ladi. Buni slaydimizning davomida yana texnik tafsilga so'zlaymiz. O'tsak bo'ldi davomida. Endi asosan qo'llanishlarni o'sha 4 xil jihatga yig'inchoqlashga bo'ladi. Neon tomografiyasining qo'llanishlari. Hozir ko'rganimizdek, masalan, yuk avtomobillarning ichidagi narsani tekshirish bo'lsin. O'ng tarafdagi rasmdagi radioaktiv yiqilg'i qozonning ichidagi radioaktiv qoldiqlarni tekshirish bo'lsin. Ve piramidaga o'xshash cho'ng g'oyat cho'ng bo'lgan qurilishlarning ichidagi har xil tuzilishlarni, kavaklarni tekshirish bo'lsin ve yer osti boyliqlarini tekshirish bo'lsin. Mana shu hozirda eng potensial bo'lgan qo'llanish doiralari mana shu neon tomografiyasining qo'llanish doiralari shulardan iborat. Keyingi ko'rsak bo'ldi. Endi mao oldin ketgan 1970-yillarda Alvarez boshchiligidagi olimlarningki, tadqiqotchilarningki tunji qitim neon tomografiyasini qo'llanib turib, endi buni neon radiografiyasi deydi. Qo'llanib turib, qanday qilib shu piramidaning ichidagi sirliq o'yni bayqaganligi haqidagi shuni ko'rsatib beradigan bir xil rasm. Buningdagi out ustidagi bir oq nuqta
ak nokta. Aşı del alımlarınki hepsi çıkan emniyette bunu küzüş arkalık hiç kaçan bilemeydiğin, onu kömülep ketken hiç mi bilemeydiğin. Fakat teknik arkalıkla aşağıda bir kavakiyanın öğünün bağlılığını ama şu teknik arkalık hesaplaş arkalık hep çıkan de. Bu bir misal. Tipik misal doğanlık şunu bir koyup koydum. İkinci misal, ikinci slaytta. Bu amdeyelik derken Fukushima Daiichi yıkılgıçıdaki yer devreş yüz belgende, tsunami yüz belgendikini bilimiz emimiz Japonya'da yakın tarihte. Şu çağda Japonya'nın yadro istansımız zarar uçurganda. Şu çağda bir kıtış yüz belgen. Bu alımlar bunu tekidim mi çoğun ziyan elip gelişinin aldığını ilişkiyor. Mana muşu teknikini kullandı. Muşu teknikini kullanıp durup kan aşının içindeki yıkılgının içindeki radyoaktif maddeleri düzeltkende teşhir. İlk saatte çok buldu. Hem de mavi tipik olan bir yük kaptım bilirni ki tam o yüzden etevatkan yük kaptım bilirni içindeki potansiyel yani yoşurup koygan bazı kanunsuz maddelerin ki kandaklık görüngenlikine ifade eden bir resim. Emniyette bunda görünmeydi. Emniyette manda maşinin içinde manda göründüğün iş yok kompüterde. Peki ma kompüterde işini taklitlep yasap koygan narsa emniyette. Keyingi slaydın devamında bunun qanday prinsipte gösterganligini dep berme. Meniki de tadqiqat deyman mana mushu. Mening tadqiqat deyman mushu bo'lganligi uchun buni bir qadar tafsili söyleyishim mumkin. Keyingi slayd o'tsak bo'ldi. Hem de miyon tomografisine hiçbir birleşki oldu. Prensipine mesela miyon tomografisi miyon asasen qanday qilib jismlarninki o'rnini sızıp chiqib beradi. Qanday qilib topa oladi. Ammo o'ng taraf, sol tarafdagi rasmga qarasa, ikki xil usul bor. Birisi sömürüşcan tomografiya deymiz. Sömürüş orqali tomografiya qildigan. Yana birisi çeçiliş arkalık tomografiya deymiz. Bunu ne için sümürüş, ne için çeçiliş degenligini men ne iş tushundirib bilme. Hem de hazır şu ikki xil bor deb tushunib olsak bo'ldi. Ma o'ng tarafga rasmga qarasa, buni da bir digital detektor degan gap. İngilizce gap digital ölçgüç esbab. Bir taxtay ölçgüç esbab degani bir taxtay belli materialdan hosil bo'lgan. Taxtay desem men yog'och taxtay deb tushunib qolmanglar, bir taxtisiman. Shu miyonlarga yakınması zerretik zerreçlerge sezintilik yukarı doğan ve aşıların zerretik zerreçininki ornu ne? Yani nereden teşvik etti ve onunki enerjisinin kaçlık ekenligini tekşirip bırakan bir tekşiriş esbabı. Elektrolluk alet, her xil elektrolluk esbabıdan teşkil tapkan. Yani şundan eskende bilip alsak buldu. Anında karşısında üstüden yağmur bir nesi, mesela miyon yağmuru düşüyor. Tigidiki ama oymansıman asıl. Bu xuddi şunun o'xshasak bo'ladi. Masalan, bir narsani qo'yib qo'ydik biz, to'pidan qor yog'di. Endi qor yoqqan bo'lsa, bir narsaninki shu qor yoqqan tarafdan shu bir narsa bo'lsa, shu qor yoqqan bo'lsa, shuning tegidagi yerga qor yog'maydi. Qorga yerga qor jiqroq bo'ldi, shu yerdagi yoqqan qor ozroq bo'ladi. Shuni tasavvur qilsak bo'ladi. Shunga o'xshaydi, dalmi-dal bu-da. Ashton prinsipiga o'xshaydi. Ma tegidagisi nima degan vaqtda qarasang, buni eksga bu tog'simon dömpaychak o'tirg'i chiqqan. Buni maddelerninki aşağıda miyonlar iki detektörde iki ölçüs esvaplı ötkendikken bu aşı kızıl doğan nesinin çeçilir de bu. Eğir boğanlık için. Çeçiliş bunun okşumaydı. Bunu slaydımızdan devam edelim. Çeçiliş bunun okşumagan deyken kalan çeçiliş bunun töyerek boğan başka yerlerle siliştiriş arkalıklar bununki eğir çıkan tarafını delmanı müşiyede nimbayken diyenini bileleyimiz. Devamı gösterek buldu. Endi mavi delmedel prinsipi bana yaxshi ko'rinadi, to'g'ri chiqmagan bo'lganlik. Lekin men deb berishimda mavi sxemalik sizilishi, masalan bir mashina yuk avtomobilining ustiga tal tekshirish asbobi qo'yilgan, ostiga tal tekshirish asbobi qo'yilgan. Hayır, kızıl gök sızılganlar ama şu asmandan devamlı kelip turayotgan miyonlarda bizga ko'rinmaydi bu. Bu miyonlar devamlı kelip turdi.
Yani bunu eskertishni unutib qoldim. Bu miyonlar qanday qilib kelib turdi degan vaqtda, masalan, olqinimizni ochsak, sekundiga birisi olqinimizni yani teshib o'tadi. Masalan, olqinimizni mana tutsak, osmondan tushayotgan bir tal miyon sekundiga bir tal olqinimizni teshib o'tgan darajada davomli yig'ib turdi-da bu. Endi bu miyonlarninki o'xshamagan, masalan, mana nimaning ichida, yukapning ichida o'xshamagan moddalar var. Ba'zi moddalar edi, ko'mir, quruq qo'g'ishim, mis degandek. Agar xatarlik modda bo'lib qolsa, uranium degandek ig'ir moddalar bo'lishi mumkin. Ashunday narsalar bor-da. Bu moddalardan albatta bu miyonlarni teshib o'tadi. Ba'zi moddalardan teshib o'tgan vaqtda ig'ir bo'lganligi uchun azroq qaydi buning uchun. Chunki bu so'qilgandan keyin, buning ichida so'qilib o'tgandan keyin energiyasi sal tövellab ig'ir metallardan jiqroq buning bilan qaydi, yenikroq metallardan kichikroq buning bilan qaydi ve hech kim bo'lmagan yerdan tüp-tüz o'tib yoki bo'lmasa yenik bo'lgan moddalardan. Shunday bo'lganligi uchun ig'ir moddalar bilan yenik moddalarni farqlantirgani bo'ladi. Yani ma formulaning o'zi nima degan vaqtida, formula degan o'zi ashniki qiyish, eg'ish bo'limininki bir Gauss taqsimlanishi degan matematik bildiganlar bildi, qolganlar shu Gauss'liq taqsimlanishgan deb bilsangiz bo'ldi. Bir qonuniyatda Gauss taqsimlanishi bu nima degan gap degan vaqtida ashniki eg'ish bo'limi nimaga munosabat? Eg'ish bo'limi ashniki miyonlarninki moment hareket miqdori energiyasi yani. Ve şu maddeninki mayat muhim narsa shu. Şu teshib o'tgan ichidagi moddalarning, yani eg'ir olanda, yenik olanda şu moddalarninki radiatsiya uzunluğu deydigan bir xil nem bor. Buni eshitib tushunsak balkim gap uzrab ketishi mumkin. Hamma narsaning radiatsiya uzunluğu var. Masalan, zarrachilar şu narsalarning ichidan o'tgan vaqtida ashniki bir radiatsiya uzunluğu deydigan bir fiziklik miqdor bor. Bu nimaga munosabat qilgan vaqtida bu moddaninki atom umriga munosabat. Tegidagi ikkinchi formulada ko'rsatilgan. Bu yerda nima demoqchi degan vaqtida ma jadvallarni birlashtirib tushundirsak, tegidagi jadvallarni birlashtirib tushundirsak, shundoq bir avval bor. Ya'ni o'xshamagan moddalarning har xil metallarning moddalarninki radiatsiya uzunluğu bir-biriga o'xshamaydi. Ya'ni radiatsiya uzunluğu mayat bir parametr bizga. Parametr o'xshamaydi-da, bir-biridan farqlantirib turadigan narsa shu. Endi radiatsiya uzunluğuga ma'u eg'ish bo'limi funksiyalik bog'liqlik bo'lganligi, ya'ni eg'ish bo'limi o'xshamaydi degan gap. Ya'ni bu yerdan biz mana bir yakunni keltirib chiqarib olamiz. O'xshamagan moddalardan o'xshamagan bo'lumda qaydo degan gap. O'xshamagan moddalardan miyonlar o'xshamagan bo'lumda qaydo. Shuning asosan biz shu moddalarni nima ekanligini ko'rib yetalaymiz degan gap. Keyingi slayd o'tsak bo'ldi. Ama dal shu o'xshamagan moddalardan o'xshamagan bo'lumda qaydo deganni ko'rsatadigan bir xil rasm. Bunu ben özümle kompüter nemisini keltirib chiqargan, özümden keltirib chiqargan narsa bir yerdan ilingan emas. Bu nimani ko'rsatdi degan vaqtida bu o'xshamagan metallarninki din o'tgan vaqtda masalan sol tarafdagi energiyasi ma'lum bo'lgan miyonlarninki bir 10 santimetrlik bir tutlardan, masalan to'mirdan o'tdi, misdan o'tdi, alyumindan o'tdi va uraniumdan o'tdi. 4-5 xil moddadan o'tgan vaqtdagi bo'lumlari o'xshamaydi. Kök, sariq, yeşil, qizil degandek. Endi ma'lum o'ng tarafga tushunma deganda haqiqiy olam nuri miyonlarininki o'tgan vaqtidagi nemasi. Buni bu kompyuterda taqlidligini bo'ladi, buni kompyuterda taqlidlash deymiz. Bu haqda tafsilotga kirmayman. Dal mana shu bu yerda nimani tushunib olamiz degan vaqtida dal shu miyonlarninki o'xshamagan moddalardan teshib o'tgan vaqtida o'xshamagan bo'lumlarda qaydiganligini bilalaymiz deydi. Pink slide koysak. Hem mavi delmedel acı bizdeki ben de ötkende bu delmedel kamuoyunlardan ötken maşinlarınki içindeki yeterlik maddelerini tekşirdiğen teşvikçi esvaplar sistemisini lahileş ve şunu kompüterde taklitleş, minin del tetkikat iman boğalık için. Bana mavilerin özü şu
deslepki laye, mesela bu nemin düşendirdi degende, men aytdim, bu işgal matigidiki nemini köyden tahtay. Tahtay emas emniyeti bu. Yıkındın köysenler bu scintillator deydigan bir narsa var. Scintillator deydigan bir narsa var. Aşınondan yasalgan tahtaylardan yasalgan scintillatordan yasalgan ve üstüge ve astıga ait neymişke kabullar, kılsıman kabullar ornatılgan bir tahtırdan ibaret ve bununla nur sezgüçler yani bunu nur sezgüçün aslında CPM deyimiz silikon photo multiplier'ninki kısaltılgan. Aşında ornatılgan mesela uzun terpige bir 100 tal terpige 50 tal. Yani her birisi bir taldan optik kabel bağlangan. Hem bir yer nemi yüz berdi diye vaqtida milyon aşnadan teşip ötken vaqtida aş scintillator deydigan qanday narsa diye vaqtida aşın milyon teşip ötken vaqtida derhal parıldaydı da bu. Çünkü energiya berdi emas, milyon bunu teşen energiyani berdi bergen diken derhal nur koyup parıldaydı. Yani bu parıldagan nur ne? Aşın nemeden oyukçulardan ötküzgen bizimki erikçilerimiz deyler. Erikçilerimizde ötküzgen nur kabellerimiz var. Nur kabelleri arkalık koşudu da bu. Koşulup aşı nur sezgüç CPM'de itikildi. Hem bu yerden tüz X yönünüşte biri, Y yönünüşte biri var. Anda boğan diken X-Y yönünüşteki X-Y yönünüşteki yani aşı milyon ihtiyaç tahtının nereden teşvik etkenlikini bilaleyimizde bir yerde. Kaysı orundan teşvik etkenlikini bilaleyimiz. Yani muşuna aşında bir kolumuz. Mao takta A diyene şu X tarafın Y tarafın görüngen aşındaki nemize 4 tal muşunda taktaydın 4 tal var deyin. Mao uzunluğu 3 metre uzunluk 6 metre, kenarlığı 3 metre. Den 6 tal neresi var. Bu nemi için 3 metre, nemi için 6 metre degende bizimki normal bizimki yük kaptırımlarınınki çoğun kargo yük kaptırımlarımızınki mesela. Çoğun konteynerler var bu. Şu konteynerlarınki ölçemlik uzunluk bilen okşaş kılıngan. Ölçek buldu devamı. Hem de mavi meniki nemizin özemdeki keltirip çıkargan nersi mavi sol taraftaki nime diye vaqtida aşu kompüterde taklit edilgen kompüterde sızıp çıkarılgan nersi yani üstte de işgal teşvikici esbab asıl işgal teşvikici esbab o'ttirga bir narsa qo'yilganda onu men kompüterde hem de o'ttirga nemini beyazda konteynerini sızmasdan o'ttirga sınaq şekilde milyon deydigan harfler çizip çıktım da bununla. Yani milyon deydigan harfler nime arkalı çizip çıkan ki qoğuşun bilen çizip çıkılgan. Qoğuşun bilen çizip çıkılgan harflerini bunlar işte 1 santimetreden aslında şu kütlerini kata çiziş arkalı milyon deydigan harf yasap çıkılganda. İkincisi bununla bir alemlerin milyonlarını taklitlep aşınanga taklidi şekilde kompüterde BG vaqtida bu 5-10 minutdan keyin bu kompüterde hesaplap çıkarsak bunu alayda bir hesaplash algoritmasi bilan qilamiz. Bu algoritmaning nima ekanligini bu yerda deb o'tmayman. Endi meniki bunida hamda chiqargan algoritma bo'lganda shu algoritmni hesaplash matematik hesaplash algoritmasi bo'lganda shuning bilan aşı milyon deydigan narsani kompüterde hesaplab sizib chiqargan narsa. Ko'rdingizmi? Del buning prinsipi del shu. Yani aşı milyon deydigan xatning o'rniga bir konteyner bar deb faraz qilaylik. Milyonlarni o'tkazgan vaqtida amaliy real turmushdami kompüter algoritma orqali hisoblasak aşı konteynerning ichidagi ig'ir metallarni aşı del nimaga kompüterga sizib chiqarib turadi. Nima bo'lsa shuning shaklini chiqarib beradi. Ink slide o'tsak bo'ldi. Endi mavi 5 tal metalni ağız sınaq şekilde milyon deydigan faqat qo'g'ishim harfidan chizilgan narsaligi mavi o'ttirdagi 20 santimlik bir küp chetdagilar 10 santimetrlik bir küp. Bular ayrim holda alyumin, qo'g'ishim, kömür ve uran. Ama o'ttirdagi qizil ko'ringan narsa bu ikki tal qo'g'ishimning o'ttirga saqlab qo'ygan, yani
qilplab qo'ygan. Qo'g'ishimni qilib qo'ysa, boshqa X nuri bilan ko'gin olmaydi emasmi? Qo'g'ishimning orasiga mana yo'shilib qo'ygan uraniumga ham dedi. Shuning uchun o'ttirdiki qizil ko'rindi, tamam, buni uraniumning orasida cho'qim bir qo'g'ishim bor ekan degan ma'noni bildirdi. Ammo u pestitsi alyumin bo'lg'achqa bu chechilish bunga oz bo'lgandan keyin g'uva ko'ringan. Qanchaki aniq ko'ringanlari eg'ir, shuncha eg'ir metallar bo'ladi hisoblanadi. Keyingisiga o'tsak bo'ldi. Ammo shuningki 3 o'lchamlik shekli ko'rinishi, endi bu rangdor shaklda qilinmadim buni. Shu nada ekanligini ko'rsatadigan 3 o'lchamlik shaklda shu chizilgan narsaniki dalmidan kompyuterda hisoblangan qismi deganda. Keyingisiga o'tsak bo'ldi. Endi bu ikki xil algoritmda, endi bu yerda ikki xil algoritma qo'llanildi. Bu normalda bu miyon tomografiyasida, ya'ni olamlar miyonlarning tomografiyasida hozir biz deyotgan texnikada bo'libmi? Kamojnadagi yuk avtomobilini tekshiradigan texnikada. Endi eng tipik va davomli qo'llanayotgan bir algoritm bor. Buni inglizcha desak point of closest approach deydi. Ya'ni POCA deb qo'ydi buni qisqartirmasi. Buni uyg'urchaga bevosita tarjima qilsa, ya'ni eng yaqin yaqinlashgan nuqta deydigan bir algoritm bor. Buni Amerikaning mashhur bo'lgan Los Alamos tajribaxonasi keltirib chiqargan, ya'ni atom bombasini tadqiqotini qilgan tajribaxona bilganinglardek Los Alamos tajribaxonasi. Bu tajribaxona keltirib chiqargan formulasi. Buni tunji qatim mana shu ular boshlab keltirib chiqargan bu matematik bir formula, ya'ni algoritm. Buni hisoblash algoritmi. Bu qanday deganda, manda desam tushunaylishingiz mumkin. Buni qanday deganda, bu odatda ikki tal bo'shliqda uchib ketayotgan ikki tal narsaninki qanday qilib mesela yaqinlash deb alpran misol qilaylik. İki tal alpran keldi. Mesela birisi bir taraf g'arb tarafga, birisi shimol tarafga uchib ketdi. Ketayotgan vaqtda ikkisini yaqinlashgan eng yaqin oraliqi, tik oraliqini ko'rsatdi. Mesela astrometrik bo'shliq nimasini tasavvuringlar bo'lsa baqsangiz bo'ldi. Birisi bir tarafga ketgan, yana birisi bir tarafga ketgan, lekin kesishmagan. Ikkisiniki eng yaqin nuqtasi, ikkisini tutashtirgan eng qisqa oraliq deymiz. Endi shu eng qisqa oraliqning o'rta nuqtasini biz POCA deymiz. Shunday bir hisoblash usuli bor. Shu orqali hisoblaganda bunun o'ng tarafidagisi POCA, sol tarafidagisi meniki hisoblab chiqargan meniki yangicha POCAni selishtirma qilib chiqargan yangicha algoritma. Ham ikkisini selishtirma qilib berganda asosan ikkisini o'xshash ekanligini bildirgan. Keyingi slayd o'tsak bo'ldi. Endi eng oxirida xulosa qismida desak bo'ldi. Masalan, endi bu garchi biz olamlar miyonlarining qo'llanishini so'zlagan dastlabki vaqtlarda miyonlar haqida, moddalarning tuzilishi haqida biroz tafsilotga kirdik, lekin bu leksiyaning asosiy temasi nima degan vaqtida dalmidan shu olamlarning miyonlarining qanday hozirgi tadqiqot fan texnikada qanday qo'llanayotdi hozirgi texnika va uningki potensiallik jihatda qanday bir kuchi bor, uning prinsipi qanday deganlarni so'zlash bo'ldi. Ya'ni buningda eng dastlabda piramidalarning ichidagi sirliq o'ylarni bayqashdan boshlangan bo'lsa, keyin barbara yadro reaktorining ichidagi qoldiqlarni tekshirish bo'lsin, mayli keyingi vaqtlarda paydo bo'lgan shu hamojnadan o'tayotgan yuk avtomobillarininki unumli bir şekilde shuning ustida nima bor, nima yo'q, shuni tekshirish bo'lsin. Shu jihatlarda qo'llanayotganligi uchun va buningdan texnimmi keng bo'lgan qo'llanish sohalarining bo'lganligi uchun buni tez taraqqiy qilayotgan kishilarniki diqqatini bir masala tadqiqot temasida bu. Buningda asosda nima qanday bir narsa degan vaqtida bu yolg'iz miyonlarni qo'llanish bilan, ya'ni miyonlarni tadqiq qilish bilan bu, ya'ni kompyuter sohasigami va kompyuter algoritmasiga
ketilip gidiyor ve şunun bilan bir vaqtda bunu ölçeydigan ölçügichlarni biz layih deganlikni tushgan. Bu ölçügüç layihlar sohasiga ketib ketadi bu holatlar. Qancha soniki birlashma silsila hisoblanadi. Shunda bo'lganligi uchun bizningki texnikamizda hozirgi yangi texnikamizda masalan ölçügüç asboblimi eng dastlabki qaloqroq bo'lgan ölçügüç alet asboblardan hozirgi tez unum beradigan ölçügüç aletlari paydo bo'lishga boshladi. Mesela ben misal algan CPM degenge o'xshash. Onun da başka hesaplash algoritmaları mı yeni algoritmalar çıkışa başladı. Çünkü her şekil ise tekşiriş esbabı olsun, mail algoritma olsun bizdeki ahirki neticemizden yani bizi hesaplap çıkan ya bizdeki sizip kompütere çıkan aşıyor bir nesneninki taklitler çıkan nesnenin eniqlik derecesiga yuqori derece ta'sir ko'rsatadi. Shunday bo'lganligi uchun bu hozirning o'zida tadqiqot ustida. Shunga mayli tekshirish asboblarini yaxshilash jihati bo'lsin, mayli algoritmini yaxshilash jihati bo'lsin, to'xtamay tadqiqot olib berilyapti. Men bu temini nimada o'tgandek 2015-yildan 18-19 yillarda nimada İstanbul Tekno Park texnik merkezideki iradat isteydiğin texnik Ar-Ge şirketide Ar-Ge şirketi deyince hem de Research and Development şirketi yani R&D şirketi. Aşağıda kılganda hem de aşağıdaki gruptaki azalarla şu münasebetle şu yerdeki ustazlarımla şu teknikine men bilen ortaklaşkan ama ülkedeki ustazlarımla rahmetimi bildirmek. Asasen gipim tügde bu şu matematik nesnenin söndürüp etsem bu diginimde bu miyonlar digini destekte 1970 yıllardan buyon bu bir nimetli tadqiqot temizlikti. Yani bir nezriyevi tadqiqot temizlikti. Şimdi bu tadqiqot obyektiv aylandı da tadqiqot obyektiv aylandı. Hozir tadqiqotning o'zi dal texnika aylandı da bu bizniki haqiqiy bo'lmasa bunu koyup anlap belgelenler için rahmet. Benimki bugünkü listeyesim şu şey yapacak. Eğer sualınlar olsa sorsanız ben cevap verişe tırstım bu. Köp rahmet Mahmutcan. Bazı sorular var. Onu sizden soraşını uygun gördük. Hazır Muhammed Uygur deb bir kardeşimiz deptiki şu bir minutda bunlarni qanday bir kamera orqali tekshirgan bo'ldi CCD kamerasi ko'radimdi deb so'rabdi. CCD kamerası. Kamerası ile kögün bulmayı milyonlarını kamera ile köymemizde dep ötkünümüzde milyonlarını teşhirdiğen esvablarını biz teşhiriş esvab deyimiz. Adette bunun dep koydu. Mesela bunu teşhirdiğeni biz teleskop deyimiz. Mavi çünkü asas dikkatimizi merkezleştirip dört dal teşhiriş esvab var. O dört dal teşhiriş esvabını biz teşhiriş esvab sistemimizi deyimiz. O teşhiriş esvabını biz teleskop deyimiz. Yani bir teleskopla öyle bir nesne kürettiğini koşuyor. Bunu kamera ile görünmeydi. Teleskop ile görüp o şekilde. Ondan keyin yana bir savol, yana o'xshash kishi tarafidan so'ralgan savol ekan. Muon orqali narsalarni tekshirishning aniqlik darajasi qanchalik bo'ladi deydi. Biyonlar orqali bir narsani tekshirishning aniqlik darajasi masalan shu bizning ishlatgan tekshirish asboblari yoki biz tezliklarimizdagi aniqlik darajasi bilan munosabatli. Masalan, hozirgi eng yangi texnikamiz bizning intilgan texnikamiz masalan bizim ölçmekçi olan neslimizden çok küçük münasebetli. Mesela 10 santimetrelik bir nesli ölçeş yazın o yüzden. Yakından 10 santimetre etrafındaki bir nesliğini köreleşiyor. 12 eniq kısası
nemiş bir 10 santimetre etrafında boşluğuydu. Demirlerninki scintillator. Yakımız CPM'lerninki. İnaklık dersi mi? Bir nemiş okşumaydı. Biz millimetre bo'lishini umid qilamiz. Millimetre dersi tekshirishni umid qilamiz. Lekin hozirgi nimada 1 santim millimetre aralıkta mesela 1 santimetrenin yarım millimetre olan da 5 millimetre. Bu şekilde yerleştiririz mesela optik kabellerini. Millimetre desek oldu, yarım millimetre desek en yaxşı bir resolution olur ya. Bu en yaxşı adı. Yana bir sual. Deydi ki X-ray yani Abduxoliq Tahir isimli bir kardeşimiz so'rabdi. X-ray yani X nurdan qo'g'ishni orqali yushirib bo'lganlikdek muonlardan qandaq qochqin bo'ldi deydi. Dep o'tganimdek X nurning teshib o'tish iqtidori bilan mionlarning teshib o'tish iqtidori o'xshamaydi-da. Mionlar nihoyatda yuqori energiyalik zarcha bo'lganligi uchun X nuri to'xtab qolgan narsada mion to'xtab qolmay o'tib ketadi, teshib o'tib ketadi. Chunki bu nihoyatda yuqori energiyadan o'tib ketadi. Shunday bo'lganligi uchun agar siz qo'g'ishim bilan shu uraniumni qoplab olgan bo'lsangizmi, bu nimadan o'tib ketadi? Teshib o'tib ketadi. Lekin qo'g'ishimdan o'tib ustidagi urandan o'tganligi buni nimasi yo'li qaydi-da, tub-tuz o'tib ketmaydi. O'tganligi yo'li sal eg'ib ketadi. Bunun eg'ish bo'lganini biz hisoblay olamiz. Qanday hisoblangan? Shu nim bilan, qo'g'ishim bilan şu uranniki arasidagi pozisyonni selishtirimizda dastlabki tabloni ko'rsatib, shunda selishtirish orqali ham nima qila olamiz degan. Ko'ra olamiz degan. Yana Muhammad Uyg'ur ismli qarindishimiz bu savolni so'rabdi. Telefonni to'xtab turing. Hozir 1 minut kelma. Ma'qul. Qarindoshlar, texniklik sabab tufaylidan Mahmudjon 1 minut ruxsat so'radi. Yani bir ahvol bu muğullardan foydalanib askariy harbiy urush jihatda qandaq texnikalarga ega bo'ldi, buni bir muzokara qilib o'tsak bo'g'dak. Ondan keyin muğullardanki mushtashishlikka vaqtida inson badaniga ziyon bo'lganini so'rab boqaylik. Agar uzilib qolsa boshqa bir narsadan kirishga tirishma. Hozir javob bersam bo'ldi, to'xtatdim, lekin to'ki faqat qolmabdi. Bo'ldi. Mahmudjon deydi. Muhammad Uyg'ur ismli qarindishimiz yana bir savol so'rabdi. Muonlarning manbasi olam nuri ekan, undaqda bu xil usuldanki muqimlik darajasi qanday? Chunki olamdagi o'zgarishlar muqim bo'lmaydi, qonuniylik bo'lmaydi. Shunga bu muon nuridanki orqali o'lchash usulidanki energiya darajasi, muqimlik darajasi qanchalik bo'ldi deydi. Yani hakikaten doğru annem bulmaydı, bir xil olmaydı. Lekin buna bağlı için miyonlarını başlap destekli depetep ketken bu, bularınki yeryüzüge kevalkan ekran miktarı okşumaydı, enerjisi okşumaydı da. Şuna enerjisi 1 giga elektron oldu, neç 100 giga elektron oldu kıç buldu. Nayet okşumaydı da hem de nemisi. Okşumagan yerledim okşumaydı bizden. Okşumagan yerledim okşumaydı. Şuna biz, ma taklitleş programımızda nimeni kirgizim? Mesela Türkiye'nin falanca geometrik şarkı merdiyan falanca, şimalı merdiyan falanca deydiğen merdiyan ve paralelini koşup kirgizimizde bunun var. Bu arkalık okşuması neyse şunun arkalık kontrol kılındı bu. Çünkü coğrafiyalik orun kartı okşumaydı, vakit kartı okşumaydı. Hatta bizim tarihini mi kirgizimiz? Mançın ayının mançıncı günü de şu del toğru açlandı gibi. Bundan olsa aklımda bir sual geldi. Bu muğullardan faydalanıp şu binalarınki içindeki nesnenin kökünü buldu, bulup piramida okşaş, çoğun tipteki imaretlerinin içinde kökünü buldu, yani imbalığın inekler buldu dedik. Ondan boğanda şu muğun nur arkalık harbiy bazılarınki mesela çok
Şu Irak'tan düşmanınki qanchalik quroli bor ekanligini ashuni meni qilib bo'lamdi. Bu nəhayət yaxşı fikir ekan bu. Əgər bunu qılğın olğan bolsa nəhayət çoğ bir tədqiqat olurdu ekan. Lakin hazır bunu qılınmay çünki bunu tekşiriş üçün şu yerin özündə boluşumuz kerak-da. Sizin deyininizdə Irak'tan kontrol qilishga to'g'ri keldi. Irak'tan. Əgər həqiqətən Irak'tan bilaləydigan bir texnikimiz bo'lgan bo'lsa, bu nəhayət aləm şumul yana bir narsa bo'ldi-da. Lekin afsus bu yerin özündə qilishga bo'ladi. Düşmanning bazasiga berib turib, ölçügüç esaslarımızı qo'yib tekshirgan olmaydi-da. Çok doğru deysiz. Doğru. Ondaki yana bir savol. Bu Mo'min Nuriddin mesela o Sud saraylarida o'tgan vaqtida tekshirgan X nuri orqali bo'lgan bir asabni dedingiz. Bu Mo'min Nuri odam badaniga ziyni bormi? Qanchalik ziyni bo'lsa? Savolni so'radingiz. Men nima qilishni ta'kidlashni unutib qoldim men shuncha. Miyonlar adam bedeniga hech qachon ziyin olmaydi. Chunki biz dedik-ku, har vaqt osmondan yig'ib turayotgan bu nur zaten hozirning o'zida bedenimizning nurg'un miyonlar o'tib ketib bordi mesela. Nurg'un o'tib bo'ldi hozir biz so'zlikda. Davomli yig'ib turadigan bir narsa biz bilmaymiz-da. Ya'ni bu demak adam bedeniga ziyon qilmaydi. Shunglashqa X nuri ziyon qiladi-da mesela. X nuri ziyon qiladi. Agar to'g'ri mashg'ulot qilinmasa, shu mashg'ulot qilgan odamni yaralandiradigan yoki bir avvallar kelib chiqadi. Shunglashqa miyon tomografiyasi deydigan texnika aşı jihatdami nihoyat muhim ahamiyatga ega. Unda bo'lganda bu Mo'min nuri masalan kecha va kunduzda farq bo'lamdi. Ta'sir qilish nimasi? Farq bo'lmaydi, o'xshash bo'ldi asosan. Faqat kunlarga qarata o'xshaydi, oylarga qarata, cheslarga qarata o'xshamaydi. Farq turdi, obiyam degandek, jo'grafiyalik o'rin o'xshamaydi. Cheslar qarta o'xshamaydi. Lekin kech kunduz jihatda agar prinsiplik jihatda cho'qim desak, texnimalik tugib bilsak, o'xshamaydiganligi aniq chunki vaqt qarta o'xshamaydi kecha bilan kunduzning. Lekin 3 kun ichidagi kecha bilan kunduzni u darajada biz bilib bo'larlik darajada inchga bilmaymiz. Shunga o'xshash. Siz bu Mo'minlarni quyosh sistemasining sirtidan kelgan bo'lg'achqa, shu kech kunduz farq qilmaydi deysiz, shunaqmi? Bu miyon quyosh sistemasining sirtidan kelganlar protonlar, ya'ni atom yadrolari asosan protonlar bo'ldi. Bu atmosfera qatlam bilan so'qashgandan keyin yoki atmosfera qatlamga kirgan zamonlar bu parchalanib miyonlarga aylanib ketdi. Miyonlarni parchalanib miyonlarni qo'yib birdi yani. Dastlabki slaydlarimizda buni deb o'tdik. Ya'ni bizning atmosfera qatlamimiz bo'lmagan bo'lsa dunyoni, agar shu narsalar bizga yetib keladi ve ular yer şarimizde madde hayat konusunda mümkün olmazsa bizim önümüzde özgürlükte. Yer tamam. Köpten köp rahmat. Savollar bir qor tugidi. Sizningki qimmatli vaqt sarf qilib, o'sha yoshlarimizga, oliy maktab o'quvchilarimizga fan texnika bo'lgan qiziqishni oshirish, ham shundaqla millatimizningki fan texnika orqali qaytadan gullanishni qo'lga kiritish maqsadida uyushtirgan bugungi fan texnika va Uyg'urlarning kelgusi nomli programmamizga qatnashib nihoyat qimmatli bir ma'lumotlarni berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ekran oldidagi qarindoshlar, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Inshaalloh keyingi qatim yana nodir va esil programmalarimizdan ko'rishish tilki bilan Allohga emanet bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Allohga emanet.